Assalomu alaykum. Filmlar qishda kanalini omonchilari. Xudo xolasa bugun filmlarimizni sizlarga obzor qilib ko'rsatamiz. Xudo xolasa bu pervertkamiz. Buni ko'pchilik biladi. Buni razmerini ham biladi. Bu shunaqa holatda 12 sm, bu holatda 30 sm, unaqasiga uzunligi 60. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi qurigan, ovozlarni eshitishingiz mumkin. Bu tomonda o'sha katta razmerdagi hadovoy kinolarimiz. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Evet. Filmlarda ko'pchilik so'raydiki, olib berasizlarmi, nasib qilib berasizlarmi? Buni qulayliklaridan bittasi biz o'zimiz klientlarimizga qulaylik qilib qo'ygan tomonimiz, dastlabki qilib beramiz. Uy egalari, xo'p, mashina izlab, ortiladigan odam izlab, xo'p, uni uyini tushuntirib, qalay bo'lib yurmaydi. Vaqtini ketkazib, xo'p, qo'pol qilayotganda sarson bermaydi mashina izlab. Biz o'zimiz shu yerdan o'zimiz ortib, sifatli pinablarni uyiga olib borib beramiz. Faqat ustlari tushira olishadi. Agar mabodo yo'lda o'sha mashinada biz dastlab qilayotgan vaqtda hop bironta pinablok sinib borsa, agar hop yaroqsiz borsa, uyiga tushgan yaroqli pinablokni hisoblaydi. Biz o'rniga yana yaroqli hop pinablok yetkazib olib borib beramiz. Hop yana buni qulaylik tomonlaridan imoratlar tez bitadi va tez ko'tariladi va pinablarimiz ham sifatli. Zakaz qilishingiz mumkin. Hozirda pinablarimiz qasdlari xo'p shar-sabzda chiqib turibdi. Cheklanmagan miqdorda bor. Xo'p, Qarshiga, G'uzorga, Yakkabog', Kitob, Chiroqchi, Shar-sabz, Qamashi, Chiroqchining o'sha uzoq joylarigacha yetkazib berib turibmiz. Pinablarimiz ko'rishingiz mumkin. Ovozlarni eshitishingiz mumkin. Qaysi darajada quriganini yoki qurimaganini qattiqligini ko'rishingiz mumkin. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz.